21-asrning ginekologik vabosi bu adenomioz azizlarim. Adenomioz bu nima? Mana bachadonni olamiz, o'rtoqlar. Adenomioz bu, mana bu shilliq qavatimiz bor-a? Hayzimiz faqat mana shu shilliq qavatdan hayz kelish kerak, azizlarim. Shilliq qavatdagi ichidagi endometrini mana muskul qavatiga qarab o'sib ketishi va undan tashqariga chiqib ketishi adenomioz deyiladi. Tushunyapsizlarmi? Normada faqat maytdan qon kelish kerak. Lekin hayz kelganda mana adenomioz o'choqlari mana tashqarida bor, mana ichkarida. Mana shu o'choqlar hayz kelganda mana shu yerdan ham hayz kelaveradi. Tushunyapsizlarmi? Demak, shu shilliq qavatiga, bachadonni shilliq qavatiga o'xshagan to'qima boshqa joylarda bo'lishi, o'zini norma emas, boshqa joyda bo'lishi. Mana masalan, muskul qavatida yo tashqarida, siroz qavatida. Bunda belgilar nima bo'ladi? Kuchli og'riqlar bo'ladi, ko'p qon ketishi mumkin, bepushtlik bo'lishi mumkin. Hayz orasida qoramtir kravomazniya deymiz, qoramtir hayz kelishi mumkin, qonli qoramtir, qonli ajralmalar kelishi mumkin. Va hokazo opisaniyada yozaman. Demak, adenomioz miomaga qaraganda xavfliroq. Nima uchun? Chunki adenomioz 2% da bachadon saratoniga olib kelishi mumkin. Mioma esa 0.02% da, 100 baravar kamroq. Adenomioz o'zida yallig'lanish bo'lmasa ham, o'zida yallig'lanish olib boradi. Aseptический vaspaleniyasi ham bor adenomiozda. Adenomioz bo'lsa, albatta siz ginekolog ko'rigiga borishingiz kerak. U sizni tekshirib, davo muolajalarini yozib beradi. Lekin shuni bilingki, adenomioz bilan butun dunyo kurashmoqda, lekin hali ham bironta davo muolajalar topilmagan. Chunki sababini topa olmayapmiz. Shuning uchun adenomiozni faqat uxlatib qo'yamiz. Mana davo muolajalari bilan uxlatib qo'yamiz, kuchayib ketmasligi uchun. Oliy toifali akusher ginekolog, reproduktolog xirurg Qobulova Gulbahor Pirimkolovna, sog' bo'linglar azizlarim.